O'zbekiston sportchilari doimo dunyo miqyosidagi yirik musobaqalarda medallar uchun asosiy da'vogar bo'lib kelishgan. So'nggi yillarda bu jihat yanada mustahkamlandi. Yurtimiz yoshlari orasida ayniqsa sportning yakkakurash turlariga qiziqish yuqori. Bu borada boks alohida ahamiyatga ega. 27-iyul kuni Toshkentga Xalqaro havaskor bokschilar uyushmasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurib, Milliy olimpiya qo'mitasi mutasaddilari bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi binosida o'tgan uchrashuvda tashkilot prezidenti Umid Ahmadjonov AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchisi bo'lgan hamyurtimiz G'ofur Rahimovga so'nggi yillar ichida mamlakatimizda sportning olimpiya va ommaviy turlariga davlatimiz rahbari tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgani haqida so'zlab, boks singari yakkakurash yo'nalishlarida O'zbekistonning xalqaro maydondagi mavqeini yanada oshirish uchun olib borilayotgan ishlarga alohida to'xtaldi. Jumladan, so'nggi Olimpiya o'yinlari va jahon chempionatidan so'ng o'zbekistonlik ota-onalar orasida farzandlari boks bilan shug'ullanishini istovchilar soni keskin ortgani kuzatilgan. Bu esa mutasaddilar oldidagi mas'uliyatni oshirgani borasida alohida to'xtalishga hojat yo'q. Muzokaralarda bu borada Milliy olimpiya qo'mitasining bosh maqsadi sog'lom avlodni tarbiyalashda o'z hissasini qo'shishdan tashqari, yurt sha'nini xalqaro miqyosda himoya qila oladigan sportchilar yetishtirish ekani qo'shimcha qilindi. Ko'tarinki ruhda o'tgan uchrashuv davomida G'ofur Rahimov AIBA tashkilotidagi faoliyati doirasida dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lishini aytib, xorijda O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni hayrat bilan kuzatishayotganini ta'kidladi. Men xizmat safarlari bilan ko'plab davlatlarda bo'laman. U yerdagilar mening o'zbekligimni bilgach, O'zbekistondagi ulkan o'zgarishlardan xursand ekanliklarini bildirishadi. Shaxsan mamlakat prezidentining qisqa muddatda amalga oshirayotgan tarixiy islohotlariga yuksak baho berib, chuqur e'tirof etadilar, dedi G'ofur Rahimov. Xalqaro havaskor bokschilar uyushmasi AIBA O'zbekiston boksini yanada rivojlantirishga har tomonlama yordam berishga tayyor ekanligi uchrashuv davomida yana bir bor ta'kidlandi. Suhbat yakunlangach, AIBA rahbariga Milliy olimpiya qo'mitasi nomidan esdalik sovg'asi topshirildi.